2026-yilgi Chevrolet Torsite zamonaviy dizayn, qulaylik va tejamkorlikni birlashtirgan yangi avlod sedan modeli sifatida taqdim etilmoqda. Ushbu avtomobil kundalik haydash uchun mos bo'lib, oilaviy foydalanish va shahar tashqarisidagi safarlar uchun ham qulay imkoniyatlar yaratadi. Tashqi ko'rinishda silliq chiziqlar, aerodinamik shakl va zamonaviy LED farlar avtomobilga jozibali va ishonchli qiyofa beradi. Old panjaraning yangilangan dizayni Torsite modeliga klassik va zamonaviy uyg'unlik qo'shadi. Kuzov materiali yengil va mustahkam bo'lib, yoqilg'i tejamkorligini oshirishga xizmat qiladi. Salon ichki qismi keng va ergonomik tarzda ishlab chiqilgan, o'rindiqlar yumshoq material bilan qoplangan bo'lib, uzoq masofali safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Old panelda raqamli asboblar paneli va katta sensorli multimedia ekran joylashgan bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bluetooth, USB va ovozli boshqaruv funksiyalari haydovchiga maksimal qulaylik beradi. Konditsioner tizimi avtomatik bo'lib, salon ichidagi haroratni doimiy nazorat qiladi. 2026 Chevrolet Torsite kapoti ostida zamonaviy va tejamkor dvigatel joylashgan. U benzinli va gibrid variantlarda taklif qilinishi mumkin bo'lib, past yoqilg'i sarfi va barqaror ishlashi bilan ajralib turadi. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq ishlaydi va shahar harakatida qulay boshqaruvni ta'minlaydi. Osma tizimi yo'l notekisliklarini yaxshi yutadi va haydash jarayonini yanada sokin qiladi. Xavfsizlik tizimlari ham yuqori darajada bo'lib, avtomobil zamonaviy haydovchiga yordam beruvchi texnologiyalar bilan jihozlangan. Old va yon xavfsizlik yostiqchalari, ABS favqulodda tormozlash tizimi va kor nuqta ogohlantirish funksiyasi mavjud. Orqa kamera va parkovka datchiklari tor joylarda mashinani oson boshqarishga yordam beradi. Ushbu model narx va sifat nisbatiga qora bozorda raqobatbardosh hisoblanadi. 2026 Chevrolet Torsite ishonchli texnologiya, qulay salon va zamonaviy ko'rinishni izlayotganlar uchun ajoyib tanlov bor.